Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana men qaytib keldim. Agarda sening ketganingni hech kim sezmagan bo'lsa, demak sen bekorga ketmagan ekansan. Va yoki agarda sening borligingni hech kim sezmayotgan bo'lsa, demak sen noto'g'ri joydasan. Va yoki agarda sening kelganingni hech bo'lmasa bir kishi sezgan bo'lsa, demak sen to'g'ri yo'ldasan deganlaridek. O'zim to'qidim hozir, qisman. Men qaytib keldim va endi bu yog'iga sizlar bilan kundalik ravishda shu kontentlar yaratib, sizlar bilan o'z bilimlarimni bo'lishib, foydali jihatlarimni ko'rsata olaman degan umidda qaytib keldim. Ho'p, bir yil davomida yo'q bo'lib ketdim deyarli. Bu orada nima qildim? Barchasini keyingi videolarda bo'lib tushuntirib, aytib o'tib ketishim mumkin. Qisqacha aytadigan bo'lsam, oldinlari o'sha GMAT qo'shimcha ravishda shu GMAT, matematika kabi narsalardan, fanlardan dars berib, qo'shimcha ravishda ishlab kelardim. Endi ko'proq butun fokusimni dasturchilikka qaratgandim. Endi ana shu dasturchilik sohasida o'rgangan bilimlarim sizlar bilan bo'lishaman. Jumladan data analysis, data science, machine learning, AI va hokazolar va backend developmentni ham qisman o'rgandim. Hammasini birlashtirib sizlarga o'sha o'zimga qiziq bo'lgan mavzularni dasturlash sohasiga moslashtirib o'rgatishga harakat qilaman. Masalan, bu GMAT bo'lishi mumkin, matematika, shaxmat bo'lishi mumkin, fazo, kosmos, fizika, nima bo'lsa hammasi. Umuman olganda qisqacha shulardi. Bugun sizlar bilan endi ozgina qiziqarli bo'lish uchun birinchi Usmonning qaytishi fermer xo'jaligi degan narsa qiziqroq bo'lishi uchun bugun sizlar bilan fake news yaratishni qanday qilib internet bo'lsa bo'ldi, kompyuterda o'tirib fake news yaratishni o'rganamiz. Bu yerda hech qanaqa AI orqali yoki Adobe Video Premium shunaqa narsalarda montaj qilish va hokazolar yo'q. Shunchaki internet va kompyuteringiz bo'lsa, hech qanaqa ortiqcha to'lovlarsiz shunchaki fake news yaratishni yoki o'zizga moslab biron bir narsani yaratishni o'rganishingiz mumkin. Buni oxirida qayerda foydali jihatlar borligini ham aytib o'tib ketaman. Qayerda buni o'zimizni maqsadimiz yo'lida ishlatishimiz mumkin. Hozir nima haqida gapirayotganimni mana qisqacha ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Hop, share qilaman. Hozir YouTube debman, uzr, Google'ga kiraman. Google'da mana shu bir nechta oynalar ochiq. Xohlagan narsamizni ochishimiz mumkin. Yangiliklar, masalan, bu hokazolarni ochishimiz mumkin. Va yangilik va bu yerda endi ko'rishimiz mumkinki, mana har bir oynada o'sha ixtiyoriy yangiliklar bor. Masalan, O'zbekiston shaxmat bo'yicha FIDE World Cup degan chempionatda ikkita o'zbekistonlik yarim finalda bir-biriga qarshi o'ynayapti. Bu degani hech bo'lmasa bittasi finalda degani, bu ham yaxshi. Ho'p, shularni masalan o'zimizga moslab yo o'zimizga qiziq bo'ladigandek qilib o'zgartirishimiz mumkin. Bu oynalarni har birini veb brauzerda ochganimiz uchun Google'da yoki Firefox va hokazolarda ochsak, bu veb brauzer deyiladi va veb brauzerda desktop modda inspect degan tugma bo'ladi. Inspect degan tugma bu aynan mana shu veb brauzer, veb saytni ko'rinishini orqasida front-endida turgan HTML kodni ko'rsatib beradigan, source kodni ko'rsatib beradigan bir joy. Mana masalan FIDE World Cup'da sichqonchani o'ng tomoni bosiladi. MacBookda ham, Windowsda ham. Men MacBookdaman hozir. Inspect. Hop, ruschasi nima edi? Bir haligida qidirishmi, ko'rishmi, kirib ko'rish shu oxirlarda bo'ladi va shu inspect tugmasiga bosilsa, ruschasini bilmadim to'g'risi. Mana bu yerda HTML kodlar kelib chiqadi. Hozir shuncha bir qancha kodlar mana shu oynani yuzaga keltiryapti. Bu yerda masalan div, header bularni endi asta-asta tushuntirib o'taman keyinchalik nimaligini. Hozir qisqacha aytadigan bo'lsam, hozir masalan news deb turgan joy yoki mana two candidate spots to be decided in World Cup tie breaks degan joylari
Mana shu yerda jonlangan tekst ko'rinishda. Mana divni ochib, mana ochib ketaversam, mana bu yerda news turibdi. Shu newsni men masalan buni bossam, news emas, masalan bad news deyishim mumkin yoki good news deyishim mumkin. Good news desam mana oyna good newsga o'zgardi. Bu faqat meni veb brauzerimda men uchun o'zgaryapti. Bu boshqalar uchun bunaqa ko'rinishda emas. Xuddi biz boshida qanday kirgan bo'lsak, o'sha ko'rinishda bo'ladi. Va uni refresh qilishimiz yana orqaga qaytaradi. Masalan, mana bu yerda refreshni bossam, internetim to'xtab qoldi va yana to'xtab qoldi. Mayli. Bu boyagi holiga qaytarishi kerak edi. Mana oddiy kunuzga kiramiz va a, bu yerda ham bir yangiliklarni ko'rib boshlaymiz. Mana dolzarb xabarlarda buyuk do'st va trillionlar. Inspektni bosamiz. Aynan ixtiyoriy joyga bosamiz. Aynan shuni ustiga bosishimiz shart emas. Mana buyuk do'st emas, masalan, Trampning dushmani deb mana bu yerga shunday olib, Trampning dushmani Muhammad bin Salmonning AQShga tashrifi qanday o'tdi? Trampning dushmani deyapti. Endi bu shunday ko'rinishda har qanday yangiliklarni yoki har qanaqa narsani o'zgartirishimiz mumkin. Bu qanaqa joylarda ko'p ishlatiladi? Fake newslar yaratishda. Fake newslarda masalan hozir mana shuni men skrinshot, mana bu X'ni bosib burchakda mana shu yerni skrinshot qilib olsam, kunuzda buni har qanaqa manipulyatsiya qilish mumkinda, ya'ni har qanaqasiga o'zgartirish mumkin. Mana bu yerga boshqa rasm qo'yish mumkin va hokazo. Mana bu yerda boshqa tekst qo'yish mumkin. Va ko'rinib turibdiki, skrinshotda, rasmda endi X'larga kirib, masalan, Twitter'larga yo biron bir Instagram'larga kirib, mana kunuzda mana shunaqa xabar keldi deb ommaviy ravishda hammani e'tiborini jalb qilib, komment bir narsalarga haligi qilib, qo'shilib, katta narsaga aylantirib yuborish mumkin demoqchiman. Va shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Masalan, mana hozir shu yerni o'zgartirdim. Buni e, mana masalan yana boshqacha tekst bilan ham qiziqarliroq tekstlar bilan o'zgartirishim mumkin boshqalarga qiziq bo'lish uchun. Tramp o'zbekcha o'zbekcha she'r aytdi. Nega o'zbekchani kichkina harfda yozding demaysizlar? Bu ona tiliga mos. Tillar haqida gapirilganda kichkina harfda yoziladi. Tramp o'zbekcha she'r aytdi. Shuni qo'yib yuborsam, keyin pastga she'r yozib yuborsam. Mana bu yerda Donald Tramp she'r yozyapti. Archa, archa, jon archa deb 3 ta nuqta qo'yib yuboraman. Har xil narsaga o'zgartirish mumkin va buni ertaga biz kimgadir jo'natsak, mana kunuzdan shunaqa xabar keldi. Bu rasmiy veb-sayt, skrinshoti bor, hech narsa o'zgartirilmagan deb aytishimiz mumkin. Bu yerda hech qanaqa video montaj qilmadik yoki AIdan video yaratmadik va hokazo. Shunchaki biron bir narsani qiziqroq ko'rishga keldik va buni oqibatlari jiddiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Buni oxirgi natijalari masalan jinoiy javobgarlikkacha ham olib kelishi mumkin. Va e, bu uchun albatta siyosatdan va shunaqa jamiyat uchun juda ham muhim o'rin tutadigan va jamiyatni bir qadamda o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan yoki oyoqqa turg'izib yuborishi mumkin bo'lgan xabarlardan qochib fake newslar yaratib o'zlaricha talqin qilib ko'rishlaringiz mumkin. Aytganimda buni javobgarligi katta bo'lishi mumkin. Aytdim boya, nafaqat shu tekstlarni, balki rasmlarni ham, videolarni ham, ko'p narsani, hamma narsani o'zgartirish mumkin. Masalan, mana Instagramda Krishtianu Ronaldoni rasmiy
sahifasida Ronaldo Messi bilan rasmi turibdi. Shuni men o'zgartirishim mumkin. Ronaldo Messi bilan tushgan rasmini qo'yib qo'ygan. Endi men buni o'zgartirishim mumkin boshqa rasmga. Mana posti bor, buni boshqa rasmga o'zgartirib qo'yishim mumkin. Va ko'rib turibmiz, bu Ronaldoning rasmiy veb sahifasi. Instagram.com Cristiano deb qidirsanglar, rostdan Ronaldo rasmiy Instagram sahifasi kelib chiqadi. Bu faqat veb brauzerda bo'lyapti. Endi applicationlarda qanaqa qilinishini hali yaxshi bilmayman. Balkim iloji yo'qdir. Ho'p, uning uchun nima qilaman men? Mana bu yerdan e, rasm qidirib ko'raman. Qanday, masalan, o'zimni rasm chiqarmikan? Mana o'zimni rasm chiqdi. O'zimni rasmni olaman. Buning uchun copy image address deyman. Rasmni o'zini olmaymanda, rasmga link olaman. Mana shu yerda endi copyright linkmi shunaqa deb turadi ruschasi. Endi bizda ko'pchilik ruscha ishlatgani uchun hop, mana copy image address qildim va endi yaxshi rasm emas ekan, lekin tiniqrog'i yo'qmikan? Imagesini kiramiz. Ha, bo'ldi, yo'q ekan. Boshqa rasm qidiray. Boshqa rasm qidiray. Uh, Uzbek Tyson deb qidiray. Ha, Tysonni olamiz. Bironta rasmini. Mana shuni sal tiniqroqqa o'xshayapti desam yo'q. Mana shu tiniqroq ekan. Mana shuni olamiz. Mana copy image address qilaman. Instagramga o'taman. Inspectga kiramanda. Masalan, mana shu rasmlar qayerdaligini joylashganligini topishim kerak. Uning uchun men mana bu yerda sichqonchani yurgizsam, o'zi yonadi o'sha yer. O'sha yer yonsa, ichiga kirib ketaverishim kerak bo'ladi. Mana masalan, pastroqqa tushyapman, pastroqqa tushyapman, mana yondi. Mana shu hozir yonib turgan joylar hammasi mana shu yerning ichida degan man ko'ribman. Bitta bosaman, ochiladi, yana chiqyapti. Bu kirib ketaveradi, chunki dizayn berishni bir usuli, masalan, bu tomondan buncha qil, bu tomondan buncha masofa qoldir va hokazo. Grid haqida gap ketyapti. Va mana o'sha asta-asta o'sha rasmlarga kelyapmiz. Mana birinchisi, birinchi postini A turibdi. Mana shu posti hrefda turibdi. Href bu o'sha source kodi bo'lishi kerak. Source kodi, style, mana div, yana ichiga kirib boraveramiz. Oxiri link chiqmagunchada. Endi bularni asta-asta tushuntiraman. Hozircha shunchaki follow qilib haligi ko'rib tursalaringiz qanday qilinib ketayotgan. Mana shu hrefda bo'lishi kerak adashmasam. Mana bu yerga bu prямой link bo'lib qoldi. Ya mayli, osonroq ko'rsatay. Ho'p, mana bu yerda endi bu rasmlarni ham o'zgartirish mumkin albatta. Hozircha ekranim sal kichiklanib qilyapti ham o'zim oldin hech bu borada qilib ko'rmagan ekanman. Hozir sizlarga undan ham yaxshisini ko'rsataman. Divga kiramiz, mana o'sha profil rasmiga kiramiz va profil rasmiga Tyson tog'amizni rasmini qo'yishimiz kerak. Hop, mana source chiqyapti. Nomni ustiga bossam mana image bo'lyapti-da. Mana shu image degani rasm qo'yilyapti. Nomi nima? Cristiano profile picture.
va hokazo. Kelsak, source degan parametr turadi. Source bu o'sha rasmga link. Rasm qayerdadir joylashgan. Bu masalan hozir o'sha Instagramni o'zini bir ma'lumotlar bazasida joylashgan bo'lsa, biz shuni bunday o'zgartirib qo'yamiz boshqa rasmga. Va boshqa rasm bu Tayson tog'ani rasmi bo'ladi. Internetimiz ishlasa, bu yerda chiqishi kerak. Internetimiz yaxshi ishlamay qoldi. Qaytadan urinib ko'ramiz. Refresh bersam, internetdan chiqib ketib qolibmiz. Umuman olganda, mayli, aytdim boyanaga chiqmadi deb. Boyagida o'sha bu yerda Uzbek Taysonni ko'rsam internet ishlayapti, lekin mana bu yerda negadir ishlamayapti. Lekin mana bu yerda ham ishlamayapti. Balkim ishlab ketar. Instagram. Mayli, internetimiz cho'ta nimagadir yaxshi ishlamayapti. Meni aybga buyurmaysizlar. Va o'sha boyagi shunday qilib mana image source kodini kopiya qilamiz va borib o'sha yerda xohlagan joyimizga o'shani joylashtirib qo'ysak, o'sha yerda o'sha rasm turgan bo'lardi. Hozir internetim yaxshilaganda o'sha profil rasmida Ronaldoda Ronaldo bilan Messini emas, balki Tayson tog'ani rasmi turgan bo'lardi. Xo'p, umuman olganda bugun qisqacha videomiz shulardan iborat edi. Bu qayerda foydali bo'lishi mumkin? Men hali kelgusida endi internetlarimni yaxshilab yo'lga qo'yib ko'rsataman. Bundan masalan 5-6 marta o'zim maqsadimda foydalandim. Masalan, samolyotda uchish kerak edi. Singlim kasal bo'lib qolgani uchun Rossiyaga va uni PDF ko'rinishdagi xatlari bor edi. Balnisani sanalari va hokazo shuni o'zgartirish kerak. Chunki yana borib qayta ko'rikdan o'tish pullik bo'lardi. Sanalarni o'zgartirib qo'yishimiz kerak edi. PDF uning uchun siz montajchi bo'lishingiz kerak yoki o'sha PDFni premium versiyalarini $10, $20 sotib olib, Adobe Acrobat'larni PDFni edit qilishingiz mumkin edi. Uni siz onlayn PDFdan HTMLga o'girib, HTMLda mana bunday source kodlarni shunday o'zgartirib qo'yishingizni o'zi yetarli bo'lardi va hokazo. Buni albatta hammasini ko'rsatib beraman. Keyingi videolarimiz bundanda foydaliroq va qiziqarliroq bo'ladi degan umiddaman. Buni keyingi oxiriga yetmay qolgan ishimiz keyingi videoda albatta yakuniga yetkazib ko'rsataman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.